Assalomu alaykum do'stlar. Ismim Ahmedov Shuhrat. Oriflame kompaniyasida turmush o'rtog'im G'oysar bilan o'z biznesimizni qurib kelmoqdamiz. Bugun men sizlarga Shveysariyaning brend Oriflame kompaniyasi haqida qisqa ma'lumot berib o'taman. Oriflame kompaniyasi O'zbekistonda o'z qonuniy ish faoliyatini olib kelayotganiga 26-avgust kuni 1 yil bo'ladi. Oriflame kompaniyasi internet do'kon bo'lib O'zbekistonga kirib keldi. Bu internet do'konda juda ham ko'p mahsulotlar bor. Bu mahsulotlarni olish uchun avvalambor rasmiy saytimizdan ro'yxatdan o'tishingiz kerak va o'zga kerakli bo'lgan mahsulotlarni savatingizga joylashtirishingiz kerak. Keyin xarid qilingan mahsulotlarni to'lash uchun bank kartalaridan yoki Payme ilovasidan yoki Capital Bank infokioskalar orqali to'lovni amalga oshirishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'tgan hamkorlarimizning qulayliklari. Birinchisi, qilingan xariddan 10% chegirma kompaniya tomonidan beriladi. Ikkinchisi, 10% cashback chegirmasi ham beriladi. Uchinchisi, siz shu kompaniyada biznesga qiziqqan yangi hamkorlarni jalb qilishingiz mumkin va o'z komandangizga qo'shishingiz mumkin. Har bitta qo'shilgan biznes hamkor uchun kompaniya tomonidan sizga kompensatsiya chiqarib beradi. Xo'p, to'rtinchisi, har 21 kunda beriladigan maosh olish imkoniyati. Tekin chet el sayohatlariga borish imkoniyatini beradi. Kompaniyamizda call center mavjud. Bunda malakali xodimlarimiz ish faoliyati olib boradi va barcha siz qiziqqan savollarga javob berishadi. Oriflame.uz saytimiz 24 soat davomida o'z ish faoliyatini olib boradi. Kompaniyamiz 52 yildan oshgan kompaniya va 60 dan ortiq davlatlarda o'z qonuniy ish faoliyatini olib boradi. Marhamat, men sizlarni Oriflame kompaniyasi biznesiga taklif qilaman. Kosmetika ayollarniki bo'lishi mumkin, lekin Oriflame kompaniyasidagi biznes bu erkaklarniki.